Bugun yer silkinishi oqibatida 17 ta uy vayron bo'ldi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Tojikistonning Rasht viloyatida avvalroq sodir bo'lgan yer silkinishi natijasida 17 ta turar joy binosi vayron bo'lgan. Bu haqda Tojikiston hukumatı huzuridagi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, Rasht viloyatida 4 ta qishloqda 17 ta uy qisman shikastlangan. Qurbonlar yo'q deyiladi xabarda. Yer silkinishi epitsentr Rasht viloyatida 5 ballni, Dushanbeda esa 3 ballni tashkil qilgan. Voqea joyida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi oqibatlarni bartaraf etish ishlarini olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, bugun bir necha soat avval Tojikistonda 5.9 magnitudali yer silkinishi sodir bo'lganligi ma'lum qilingan edi. Tojikistonda bugun ikkinchi marotaba yer silkinishi sodir bo'ldi. Yevropa O'rta Yer dengizi seysmologik markazining ma'lum qilishicha, 4.5 magnitudali silkinishlar mahalliy vaqt bilan esa 12:14 ta qayd etilgan. Ushbu yer silkinishi 7 ballni tashkil qilgan. O'zbekiston hududida ham sezildi. Farg'ona viloyatida 3 ball, Namangan viloyatida 2-3 ball, Sirdaryo viloyatida 2-3 ball, Andijon viloyatida 2-3 ball, Jizzax viloyatida 2 ball, Toshkent shahrida 2 ball, Samarqand viloyatida 2 ball, Surxondaryo viloyatida 2 ball. Yer silkinishi epitsentri Toshkentda 266 km janubiy sharqda magnituda 5.8 ni tashkil qilgan. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. O'zingiz va oilangizni asrang.